Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Ko'p odam mendan so'radi Telegramda YouTube kanal yurgizolmayapman, kanalni yurgizsam kanal tarixi yonmayapti deb so'ragan. YouTube'da Amerika kanal qilishda yoki tez monetizatsiyaga ulashishda ikkita yo'li bor. Birinchisi, umuman tiliga ahamiyat bermang. Masalan, o'zbek auditoriyadan chiqib ham Amerikaga qilib muammo bo'lmaydi hech qachon. Ayniqsa, shorts videoda. Qarang, sizga hozir, to'liq tushuntirib beraman. Qanaqa qilib, kanalingizni noldan boshlasangiz ham, uje prosmotrlar bo'lgan sari, monetizatsiyaga o'zidan o'zi tayyorlanib boradi. Hech qanaqa yordam, kanal tarixi degan narsalarga pul sarflashingiz kerak bo'lmaydi. Xo'p, birinchi o'rinda YouTube'da trendga chiqish. Masalan, siz o'zbek auditoriyasida trendga chiqmoqchimisiz? Qaysi, nimada foydalanmoqchi bo'lsangiz ham, Google Trends'dan foydalanganingiz 100 martadan yaxshi. Nimaga? Keling, mana sababini ko'rsatib qo'yaman. Bu yerda, mana bu yerda ko'rsatib qo'ygan, tanlab qo'yganman Soedinенные Shtat, ya'ni, Amerika Qo'shma Shtatlarni tanlangan, ko'rganingizdek, mana. И последние 24 soat, ya'ni 24 soat ichida, nima ko'p qidirilyapti. Ya'ni YouTube'da masalan odamlar qidiradi, bilasiz. Любой odam, videoni qidiradi. Masalan, sizga nima kerak? Siz YouTube'dan trendga chiqishni o'rganmoqchisiz. YouTube'da trendga chiqish, YouTube'da kanal yurgizish deb qidirasiz. Xuddi mana shunaqa trendni odamlar nima deb qidiryap turganini Google'ni o'zi sizga aytib beradi. Mana bu yerda yozib qo'ygan. Sidney Sweeney kumush libosi. Ya'ni, Sidney Sweeneyni kumush libosi haqida so'rovlar, ya'ni qidiruvlar 100 mingdan oshiq bo'lgan va 1000% ko'rsatyapti mana. O'sib ketish darajasi 20 soat oldin, ya'ni 24 soat oldin, 24 soat ichida mana shunaqa qidirilgan. Ya'ni mana bu yerda aynan trend tarkibini qismlari, ya'ni, Sidney Sweeneyni, kumush libosi haqi umumiy yo'nalish bu, masalan, YouTube'da trendga chiqish deb qidirsangiz ham, YouTube'da kanal yurgizish desangiz ham, bu YouTube'da tarkibiga kiradi. YouTube'da blog yuritish degan tarkibga kiradi. Shunaqa ma'noda aytib o'tyapti. Mana bu yerda aynan nima deb qidirgan odamlarni, yozib qo'ygan va mana bu yerda yana 8 ta deyapti. Ya'ni, mana bu ikkalasi bo'lsa, undan tashqari 10 xil tarzda qidirishgan, ya'ni qidirishni 10 xil turidan foydalanishgan, lekin umumiy holatda Sidney Sweeney kumush libosi. Qisqa qilib aytganda, mana shu yerda, hamma narsa bor. Mana bu yerda Shahzoda Endryu haqida qidirishgan, 200 mingdan ortiq qidiruvlar bo'lgan. Xullas, o'zingizga mosini siz qanaqa sohada, video yarata olasiz, mana shu haqida bemalol yaratsangiz bo'ladi va, bundan tashqari oylik kategoriyani ko'rsangiz bo'ladi mana. Oxirgi 4 soat ichida, ya'ni bugungi kunda 4 soat oldin 12:54 bo'lsa, ertalab 8:54 dan boshlab hozirgacha nimalarni qidirishyapti, 7 kun ichida nimani qidirishyapti, hammasini ko'rsangiz bo'ladi. Bundan tashqari, to'g'ri, siz bunaqa, Billie Eilishni sof qiymati, Wizard Sonder unaqa temalarni bilmasligingiz mumkin. Masalan, men даже to'g'ri o'qiy olmayapman ham. Xullas, bunaqa holatda barcha toifalar degan bo'limga bosasizda, mana avtotransport vositalari, biznes moliya haqida, yovvoyi uy hayvonlar, boshqalar, oziq-ovqat, huquq, salomatlik, o'yinlar, iqlim, moda, xullas, ko'rib turganingizdek mana shu yerda hamma yo'nalishlar bor. Xohlaganingizni tanlab, aynan mana shu yo'nalish bo'yicha, masalan, eng osonrog'i Play Marketdan topsa bo'ladigan o'yinlarni ko'raylik mana. Telefonda ham boshlab olsa bo'ladi. 18 soat ichida nimani qidirishgan. Animal Crossing'ni yangilanishi haqida 50 mingdan ortiq odam qiziqdi. Ya'ni Animal Crossing yangilanishida shunaqa bo'ldi deb turib ma'lumotini topib, sal-pal, inglizcha gapirib yoki sun'iy intellektlarga bepul versiyasidan foydalanib gapirtirsangiz ham mana qarang, 18 soat ichida 50 ming qidirish bo'lgan. Bu degani, sizni videongiz yangi kanal bo'lishiga qat'iy nazar, yangi kanal bo'lsa, naborot, qidiruvda iloji boricha YouTube sizga poddержка qilib yuboradi, ya'ni yordam beradi. Aynan shuni hisobiga 300 ta, 400 ta prosmotr olishingiz ham mumkin. Bu unaqa yomon narsa emas. Yangi kanal uchun 300-400 prosmotr bu четкий, ya'ni 300-400 prosmotr bo'ldi degani,
Bu hali biz unchalik podдержка qilmasimizdan oldin 400-500 ta prosmotr olyapti. Demak, bunga yordam qilsak bo'ladi deb YouTube sizni videolaringizni ko'taradi, qachonki sizni videolaringiz original bo'lsa. Endi sizga yana tushuntiradigan narsam, originallikni qanaqa qilib amalga oshirsangiz bo'ladi. Originallikda mana men oddiy ekran yozuv qilyapman, unchalik sifatli emas, lekin bu original. Nimaga? Chunki men o'zim mehnat qilib videoni to'liq hammasini yozdirib olyapman. Ovoz o'zimniki, и hamma narsa o'zimda bor. Royalty free degan narsa bor. Audioda, ya'ni masalan birovni ashulasini ishlatadigan bo'lsangiz, royalty free musiqa distributorlari bo'ladi. Musiqa yaratuvchilar, kompaniyalar aynan mana shular YouTube'da ba'zan taqiqlanadi. Ya'ni birovni ovozini ishlatadigan bo'lsangiz, bu siz videongizni ba'zan umuman cheklab qo'yadi. Ba'zan copyright chiqadi va monetizatsiyaga ulagan taqdiringizda ham 30% pulni aynan o'sha videoda, o'sha ashulani ishlatganingiz uchun sizdan olib qo'yishadi. Shuning uchun shu narsaga ham ahamiyat berganingiz yaxshi. Boshida unaqa ashulalarni ishlatmaganingiz yaxshi. Ishlatsangiz endi edit sohasida bo'lsa, ya'ni masalan siz montajni zo'r qilasiz, editorsiz shunaqa holatda bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Albatta o'zingizga kerakli sohani tanlab olib, bu yerda davlatlarni tanlasangiz ham bo'ladi. Masalan, boshlanishida men ham sizga o'xshab gapirmoqchiman yoki shunaqa qilmoqchiman desangiz, O'zbekistonni tanlab, bugungi kunda nima trendga chiqyapti, nimalar qidirilyapti, hammasini ko'rib, bemalol Google Trends'dan ma'lumotlarni olsanglar bo'ladi. Xo'p, bu birinchi qism edi. Google Trends'da trendga chiqish, ya'ni bugungi kunda odamlar nimaga qiziqib turganini to'liq tushunib olish albatta aaa, kerak. Birinchi o'rinda odamlar nimani qiziqyapti? Odamlar qiziqayotgan narsasini albatta ko'radi. Ya'ni bugungi kunda O'zbekistonda aaa, Yulduz Usmonova Yulduz Usmonova unaqa qilyapti yoki bu yoqqa ketyapti. Yana qanaqa yangiliklar bo'lyapti? San'at sohasida kimdir mana bunaqa odam trendga chiqib ketyapti, mashhurlashyapti degan hamma sohalar bo'ladi. Qisqa qilib aytganda, xullas mana shunaqa sohada ketadi. Google Trends'da 1 yil davomida qidiruvda ko'rib chiqish va xullas shunaqa turli nimalari bor. Xullas, mana shunaqa qilib tekshirib olsangiz bo'ladi. Qidiruvga Google Trends deb qidirasiz. Ikkinchi o'rinda ahamiyat berish kerak bo'lgan narsa, albatta preview, YouTube'dagi videolarni betligi. Previewga albatta montaj ilovalaridan ko'rsatib o'taman. PicsArt bor. PicsArt cho'tki ilova и mana bu tayyor shablonlardan foydalanish ham zo'r narsa. Masalan, mana shu narsadan aynan Shorts videoda foydalandim. Ya'ni Shorts betiga odamlar albatta 18 million prosmotrga qiziqadi. Qanaqa qilib buni yiqqan deb qiziqadi и kirib ko'rish ehtimoli yuqori. Ya'ni YouTube'da rivojlantirmoqchi bo'lganlar. Aynan mana shunaqa kerakli narsalardan foydalansangiz bo'ladi. Bu yerda turli xil rasmlar, animatsion formatlar, shunaqa o'xshash narsalar bor. Undan tashqari mana bu yerda ko'rganingizdek turli xil tekstura, thumbnail g'oyalari, backgroundlar bor mana chiroyli. Aynan mana shu papkani Google Drive orqali yuklab, silkasidan foydalanib, kirib, rasm ustiga bitta bosish orqali, mana ko'rib turganingizdek Spiderman haqida mana bu yerdan yuklab olish tugmasini bosish orqali yuklab olsangiz bo'ladi. Buni silkasini Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Bemalol u yerdan kirib, mana shu rasmlarni ko'rib, o'zingizga keraklisini ishlatib, montaj qilsangiz bo'ladi. Va aynan mana shu yerdan montaj qilganman. Mana hozir PicsArtdan ko'rsatib beraman. Bu Shorts uchun tayyorlangan rasm oddiygina, lekin bu yerda mana bunaqa rasmlarni yasasangiz ham bo'ladi. Nomlanmagan proyekt. Keling, mana shuni ko'rib chiqamiz. O'yin sohasida yaratilgan kanal uchun PUBG Mobile o'yinida thumbnail yaratilgan, ya'ni qanaqa yangilanishlar bo'lishi mumkin, shunga o'xshash g'oya bilan, ya'ni tayyor shablonlar bilan. Mana hozir rasm ochilyapti. Mana ko'rib turganingizdek tayyor narsalardan ishlatilib, unchalik sifatli emas, lekin ko'rinish uchun ishlangan rasm. Mana shunga o'xshash bundan 10 barobar, 100 barobar zo'r rasmlarni ham ishlasangiz bo'ladi. Bundan tashqari yana qanaqa ilovalar bor? Bundan tashqari ilovalarni ko'rsatib o'taman. Recraft AI bor, ya'ni sun'iy intellekt orqali rasmlarni kuniga bir
20tacha rasm yaratadi, lekin anchagina realistik. Odam yaratmasangiz, ya'ni odam rasmini yaratmasangiz, bo'ldi qolgan narsalarni sifatli qilib yasay oladi. Xo'p, bundan tashqari, telefon uchun Lightroom bor. Hozir ko'rsatib beraman. Qanaqa? Mana Lightroom Adobe Illustrator'dagi tekin versiyasini ishlasangiz bo'ladi. Pulli versiyasi oyiga $2. Uni ham endi unchalik ko'p emas, 25 ming pul bo'ladi. Buni ham ishlasangiz bo'ladi. Yo, Ibis Paint bor. Shunga o'xshash ilovalarni ishlatib, betiga rasmlarni yasasangiz bo'ladi. Hop. Thumbnail haqida gaplashdik, trendlar haqida gaplashdik. Endi original kontent bilan kanal tarixi haqida gaplashamiz. Xo'p. Mana Google ga kirdik. Studiyaga kirganingizda studia.youtube.com deb kirganingizda mana shunaqa panel bor. Bu yerda kanalingizni studiya ilovasiga qaraganda ko'proq ma'lumotlarini tekshirsangiz bo'ladi. Tak, o'tkazamiz. Smenit account tugmasini bosamizda mana hozir o'zimizni kanalimiz aynan mana shu video yuklanadigan kanal. Shuni ko'rib chiqamiz. Studio.youtube.com ga kirdik. Yana o'zi qaytarib yuboradi. Ko'rib turganingizdek, mana shunaqa. Mana aktiv unchalik yaxshi emas va unaqa zo'r emas, lekin mana shu kanalda kanal tarixi yoniq. Nimaga? Chunki bu original kontent. Sifatsiz bo'lsa ham, lekin umuman birov narsalari ishlatilmagan. Mana bu yerda ko'rganingizdek, hammasi enable holatda turibdi mana. Kanal tarixi albatta yongan. Bunda prosta tak 111 ta obunachi bor. Agar sizlar obunachi bo'lib, videolarimizni o'tkazib yubormasdan ko'rib, soatlarni yig'ishda yordam beradigan bo'lsalar, bu kanal tarixi yonishga, monetizatsiyaga ulashga tayyor holatga keladi. 900 ta obunachi plus 2700 soatmi qolgan. Amerikan nimasi bo'yicha. Va mana bu yerda yana bitta yaxshi tomoni, mana bu yerda telefon raqami tasdiqlash degan narsa bor. Aynan mana shu yerga Amerika nomer bilan tasdiqlasanglar, sizga nima qilib beradi. Ya'ni soat yig'ishda anchagina chegirma qilib beradi. Bu nima degani? Mana sozlamaga kirsangiz, yo'q, sozlamaga emas, monetizatsiya bo'limiga kirsangiz, shartlari bor, bilasiz. Mana bu yerda 3000 soat deyapti, ko'ryapsizmi? Shortsga esa 3000 prosmotr. Aslida Amerika nomer ulamasangiz mana shunaqa deydi. 4000 soat yoki 10 million prosmotr. 1000 soat yig'ish ham ba'zan oson bo'lmaydi. Shuning uchun Amerika nomer ulash foydaliroq bo'lishi mumkin. Qayerdan topamiz desanglar, buni Telegramdan menga bog'lanib olsanglar bo'ladi 8000 so'mga. Xo'p. Qisqasi, o'zinglar videolarni tayyorlab yoki o'yinlardan ekran yozuv qilib olib yoki royalty free ovozlarni internetlardan qidirib qo'ysanglar, mana shunaqa kanal tarixi oson yonadi. Va yana bitta tomoni, kanal tarixi o'chib qolmasligi uchun qo'ygan videoyingizni o'chirib yubormasligingiz kerak. Shunchaki havola orqali ko'radigan qilib qo'ysangiz bo'ladi, lekin YouTubedan o'chirib yuborsangiz kanal tarixi avtomatik o'chib qoladi. Video foydali bo'ldi degan umiddaman. Keyingi videoda nima haqida gaplashamiz, kommentariyada yozib bersanglar bo'ladi. E'tiboringlar uchun rahmat.